limon. Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni oshqozon kasalliklari uchun malhamlar mavzusi bilan tanishtiraman. Namatak mevasining quritilganidan 4-6 donasini 1 stakan qaynoq suvga solib qo'yib, suvini har kuni 3 mahaldan taomdan so'ng ichsangiz, oshqozon kasalliklarida davo bo'ladi. Uzum g'o'rasini suvda qaynatib suvi ichilsa, me'da qizishini daf qilib, haroratni pasaytiradi. Qahva mevasini yanchib, asal bilan aralashtirasiz va hosil bo'lgan massani bot-bot yalab turasiz. Bu me'da susligida davodir. Olma qoqisini tuyib, anor suvi bilan iste'mol qilinsa, me'dani kuchli qilib, safroli ich ketishini to'xtatadi, qayt qilishni ham bartaraf etadi. Zirk urug'ini maydalab, tuyib yeyilsa, ichaklardagi yaralar, ularning ichki devorlaridagi yallig'lanishga shifo bo'ladi va yana qorin a'zolari susligi tufayli paydo bo'lgan ich ketishini ham to'xtatadi. Quritilgan o'rik suvda qaynatib, 1 kundan so'ng ichilsa, me'da haroratining ortishiga davo bo'ladi. Kuniga 7 gram sariq bedani suvda qaynatib ichilsa, ko'pgina me'da xastaliklariga davo bo'ladi. Me'da kislotasi kuchli bo'lsa, uni pasaytirish uchun oddiy jiyda iste'mol qilish lozim. Agar past bo'lsa, uni ko'tarish uchun tog'olcha iste'mol qilish kerak. Har kuni 15-18 gram rayhonni yanchib yoki qiymalab yesangiz, me'da zaifligidan qutulasiz. Muntazam behi yeb yurilsa, me'da qizishi va boshqa xastaliklarga davodir. 1 litrli choynakni qaynoq suvda chayib, unga 1 siqim quruq zirk tashlab, ustidan qaynagan suv quyib, tayyorlangan damlamadan 3 kungacha ichib tursangiz, me'da va jigar qizishini bosadi. Asal suvi me'dani kuchli qiladi, ishtahani ochib, ovqat hazmini yaxshilaydi. Semizotdan 60-120 gramni maydalab, sutga aralashtirib ichilsa, me'da qurtlarini o'ldiradi. Oshqovoqning quritilgan po'stini yanchib yesangiz, me'dadan qon oqishini to'xtatadi.